siz ham aytavering. Bu men o'zimning hayotim, Ozodopani o'zini hayoti ekanda. Ozod opa, tan olish kerak, oxirgi yillarda juda ham butun dunyo his qildi, ayniqsa siz va sizning qo'shiqlaringizni. Qaysi biri sizga omadliroq bo'ldi? Lada yoki Ko'k Jiguli? Endi albatta Ko'k Jiguli asli Lada bilan mana shu siklni yopmoqchi edim. Ya'ni shu Ladani oxirida ko'rgan bo'lsangiz, ya'ni bu hikoya edi. Jiguli albatta, mana ko'pchilik Jiguli haqida so'raganda Ozodoppa qanaqa yaralgan yoki deb savol berishadi-ku. Men hech qachon aytmaganman, bu meni hayotim. Men o'zimning hayotimni yozganman. Ya'ni menda ham shu yaxshi ko'rgan yigitim bo'lgan, uni Ko'k Jigulisi bo'lgan, meni kinolarga olib borardi demoqchiman. Bu hammasi tarix, meni o'zimning hayotim. Tarix. Demak, tarixdek O'zimning hayotim. qo'shiqlaringizda qoldiryapsiz. Albatta, bu keyinchalik vaqt o'tganda so'rashsa, bu siz ham aytavering. Bu men o'zimning hayotim, Ozodopani o'zini hayoti ekanda. Albatta Jiguli birinchi, lekin Lada ham yomon emas, uni to'ldirdi xolos.